Assalomu alaykum. Okalar bemalol ani pista-mistalarni oldinglarga qo'yib, ani har xil suvlarni qo'yib, bemalol televizorlarga o'rnatib olib ko'rsanglar bo'ladi, okalar. Videoni uzun qilib olaman. Ani ko'pchilik aytayapti, qisqa qilib olib qo'yasan, bir ko'rgandek bo'lmayapmiz dedim. Endi mana bemalol ko'rasiz. Mana kattalarni qarang, mana kattalarni ko'r. Oyog'ini bo'ylab qo'yishgan ekan. Chimkentdamiz, Qozog'istonda. Hani yur bundan sekin o'tib ketib turamiz. Mana oqbor chinnilar bor ekan mana. Mana terim. Mana men bu yerda mana palasatlar bor ekan, yaxshi o'yinchilar bor ekan mana. Kuchlilari bo'lsa kerak menimcha bular. Mana Gulsaran bor ekan, men bilib Pavlimi mana To'g'iz kattalar bor ekan okalar. Eng qizuvlari oldinda. Doda duqchubilari bor. Ana bitta men bilan qarang mana. Kuchilari ham uchiryapti mana. Dumini ham yutishgan. Opke. Shunda aylanib ovoramiz, aylanib okalar. Mana cho'kallar bor ekan bu yerda, shuklar. Mana seriylar bor ekan mana bu yerda. Qattiq bo'lsa kerak bular. Pastda mana suvchilar. Shu chiroyli ekan. Gapirib turdi sana. Mana shu odamni zo'rlari chiqdi, Faxriddin. Mana shu dodalar ekan. Ovochinlarni qarang. Assalomu alaykum. Charchayapsizlarmi, yaxshimisizlar? Bular ham yoshga o'xshayapti. Endi sekin bu yoq tarafga o'tiramiz, mana. Bu yoqda uddilar, qopqonlar mana. Cho'kallar. O'zi ham rasa katta bo'lgan ekan. Bizani qora qamishga bir 4 ta keladi shakli. Endi bu bozor emas, endi Vistipga yo'q. Vistipga deb. Mana yomon chiroyli ekan. O'zimizdan qopqonlar ham bor ekan. Bu ham qattiq deb baqadi. Assalomu alaykum. Charchayapsizlarmi? Bunlardan uçaklar bir de baktım başladı. Bor ekan. Uçaklar Toshkentdagi emas, sekin emas. Assalomu alaykum. Charchayapsizlarmi? Yaxshimisizlar? Gap yo'q, kattalar chiroyli, zo'r. Bular qanaqa bular? Uchirasizlarmi bular? Yo'q, Ters beraymi? Kire bilasizmi? Ha. Любой joyga bor. Mana mana palasatlar mana. Shu ham bor ekan. Shoshilmasdan ko'rasizlar, bir chekkada ko'rsatib turamiz. Shular ham qolib ketmasa mana qo'raga ish bor. Yo'q, mana Toshkentdan kelgan. Toshkentdan mehmonlar. Mehmonlarimizdan bor Muzaffar. Hani biratam cho'ttalar. Zaten. Shunda o'tib turamiz. Bu yerda olishyaptimi deymani, mana. Oldi sotdi bo'lyaptimi deyman. Mana novotlarni qara. Ben bir 65 zor verdim. Nasıl keçiş gerek ha? Novosini kelish olmayapti. 65 bırak. Zor. Mana ertalar voqlik kelganda
Charchansizlar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Ko'pchilik musar ham bor ekan. Mana gul bodomli. Zo'r ekan, qarang. Nech pul mashina? Dollarda. 400 dollar. 400 dollar ekan mana. Degan odam rasa ko'p bor. Oynash kerak, gap yo'q. Bu yoq tarafga ham bittada nima qilib qolaylik. Assalomu alaykum. Mana sferetda mana. Kuchli o'yinchilar o'zi kerakda bular. Yur. Ayoqda uchirayotishdi, bor katta. Bu ana o'ynab tashlashdi, rosa. Yo'q, shart tezroq boraydi. Ana hozir uchirayotgan kaptarlar qani? Oyog'i boylangan kaptarlar bormi? Mana men besay. Ana mana shuni qaysi birini uchiramiz? Buni nech pul dedingiz? 20 ming bo'lsa beraman. Mana shu uchun so'y bo'ladimi? Bu Turkistonda uchirganingiz emas? Bu ham o'yin. Qani mana shu? Ayağını basma. Yani ketdi. Ha, Turkistonda ham olingan edi. Lekin zo'rini boqishlarga ana shu olib kelaman. Salom, yaxshimisiz? Uyingizda ham shunaqami? Uchirib bera olasizlarmi? Qayerda joyinglar? Tarazda. Tarazda. Bir borish kerak ekan. Dug'jubiylari, o'yinchilari bor ekan. Qaniyim. Bu yoqda olib sotib oldim. Mana bular, mana bular. Mena mana bu. Sizlar TikToklarda yuraman. Ha, brat. Yaxshi, rahmat. Video. Nech puli bor? Olindi. 500 dollarga oldinglar. Mana pulini ko'rsat, pulni. Mana prosmotr zo'r bo'ladi mana bunaqa narsalarga. Bori. Valer aka oldi. 100 mingami? Boron aka Tojikistonda. Cho'tal oling, cho'tal. Azam aka. Buyursin, va chiroyli ekan lekin. Ubayaga. Sotildi. Bu Aqsuken, Belo'ta, Pokistonga kelib Ubayaga. Barakasini bersin, yaxshiligiga boqinglar. Zo'rlari ko'p Tojikistonda ham. Xudo xolasa. Baraka topishsiz kelasa. Sotganga ham, olganga ham buyursin. Ketdi. $500 sotildi. Cho'tal olmadik. Qilamiz endi. Ichkarni ham oboramiz-mi? Mana bu yoqdagi odamlarni ko'ringlar. Mana men bu yerdan bitta ko'rsatib yuboraylik. Mana salomlarga yaxshimisizlar mana. Hozir ichkariga kiriladi, ichkariga ichkiga bordi. Chempionni aniqlashadi. Mana okalar bizni ichkariga kirib oldi. Hozir mana sudyalar hammani chiqarib yuborishdi-da. Hozir bu yerda chempionlarni aniqlashadi. Mana shularni ichida mana hozir bu yerdan tanlashyapti mana. Mana. Sekin saralashyapti ichidan yaxshilarini.
olishadi. Ну, я смотрю, что ты вроде не готова. Это так, да? Ularni Ну, tanlab chempionni hal qilishadi mana. Mana Turkistonda chempion bo'lgan edi mana kaptar mana. Biz buni ko'pchilik tanib oldi bu kaptarlar, shu gap bo'lishi mumkin emas. Kaptar ko'p emas u, lekin sifatli, chiroyli kaptarlarni olib chiqishgan, bir-biridan chiroyli. Mana bularni qaranglar. Mana. Buyoqda gulbodomlar mana. Novot qolib qoldi. Lekin eng yoqqandan bittasi mana shu bo'ladi. Mana shu kaptar lekin gap yo'q lekin. Men hozir Gulsarga ko'proq qiziqyapman. Mana shu kaptar yomon yoqdi boru menga. Mana qaranglar. Bemalol olinyapti, hech kim yo'q mana. Hozir odam liq to'laydi. Mana cho'karlar. Mana yavlichni deydi. Eski zotlardan-da bu. Mana do'qchugi. Gulsardan yana chiqibdi, mana ikkita bo'ldi mana. Mana uddilar ham bor ekan. Mana shu ham chiroyli ekan. Sen развермады, полный Bu yoqda novotlar mana. Men bilan alohida tema. Mana bunisi charchab qopti-ku. Mana tumshularni qaranglar. Mana buni qarang. Endi buni o'zini ham ishqibozlari bor, deb buni ham boqadigan o'zining ishqibozlari bor. Bu qo'kaptar shunaqa dirdi buni. Jingalaylar mana. Hozir bu yerda saralashyapti mana, ichidan yaxshilarini tanlab olishyapti mana. Mana. Buqa bo'yoqdi bor, novotlarni qaranglar. Bir-biridan chiroyli. Ha, oka, charchamaysizlarmi? Men Toshkentdan kelgan mana okalar. Ilos nimaga? Boyiga oqqa olaman deyaptimi? Qanani egalari? Oq, qani ko'zi qora kaptarlar. Bu aka, yaxshilab tushib qo'ying meni, yaxshilab tushib qo'ying. Gap yo'q lekin, katta xizmat qildinglar lekin. Mana mana shu kaptar chempion bo'ldi. Mana shu okaniki. Mana okalar biqim boshlandi, mana stollarni yorib yuborishgan. Qani bizdan Toshkentliklar? Oldingi safar ham shu yerda o'tirgan edik-a.
O'tir Toshkentlik. Samolyotlarmi? Mana mehmon degan kelishyapti. Ya bizni mehmonmiz, yo'q o'tdi. Ana Toshkentdan kelgan okalarimiz mana. Mana Toshkentdan okalarimiz. Hey, menga qaranglar, yoshlar. Tikslab ketdi. Mishani endi biyilgi выставkaga qo'shgan ulesi endi tavlay qo'yib. Mana qo'ldan yurakni qo'yib qo'yman. Voy mashallah, mashallah. Endi Xudo qalasa, agalar bilmayman. Endi Xudo qalasa mana meni eng maqta ustozim bor meni. Xudo qalasa ustozim meni ketlerdi qalay qurib yurgan, ketler qalay бағалау керек екен, кептер қандай әдем болу керек екен, қалай ұстау керек екен кептерді үйреткен өзімнің жақыным бар, Жандос Зөман бар. Соған бір үстелі жақсы бір шапан кеңсейік, ә? Атамыз қолын сасып жүр. Сән мен. Зөман, кем мен қаш. Алды. Үстіге жағайын. Ал. Зөман. Дос, үстінде дос. Ay maşallah. Baratlardan жұмыс оқтамаған елейсін негізгілер бар. Бұндай кісі жоқ. Кепкердің чемпионы осы кісі. Бәріміз үйретіп. Үстінде досы бір адам. Ал енді тартып сөйлетіп сөзді. Болды ма? Болды, нормально. Тегін кетті қой. Аз болыңыздар. Өзбекстаннан ағаларыма үлкен рахмет. Осындай выставкаға келіп жатсыздар. Құдай қаласа уақыттарыңызды бөліп. Енді мына жақтан Ақсам акадан бастаймыз. Бір-екі сөз Қасым акадан бітеміз қазір. Ақсам ака. Ақсам ака Ташкенттегі ең жақсы көретін ағаның бірі. Құдай қаласа қашан барса да есігі ашық, көңілі кең жігіттердің бірі. Akalar, ukalar, do'stlar, hurmatli katta o'g'illari, Chimkent shahrida chiroyli bir yig'ilish bo'lyapti. Sababchilari juda chiroyli tashkillashtirishdi. Xursand bo'ldik. Hamma narsa a'lo darajada chiroyli tashkillashtirdi. Bundan tashqari har bir yigitimiz alohida mehmonlar turadi. Yer qo'yib qo'yadigan hamma uyga kirib hamma xursand bo'lib O'zbekistonga kelganda. Hammaga sog'lik salomatlik tilaymiz. Oilaviy xotirjamlik, ishlaringiz omad, salomat bo'linglar. Ағалар, енді мына жақта Алматы қаласынан менің сүйікті ағамның болып отыр Ержан аға. Неге? Ассалаумағалейкум. Өзім күшті мейрам болған Фурсат болуына атышы рахмет. Осылай басқа процедурге алуда жүрген ауызбіршілік болсын. Бәрі жақсылықпен, бәрі мемлекеттерден аман болсын, ішелерден шықсын, бәрі жақсылықпен. Өзбекстан, Қазақстан, алға. Ал, Өзбекстанның біздің ұлттардың чемпионы болды Вьетнам. İlham aka. Bu çempiyonu ortaga çıkarmak. Gel. Ver şöyle ver. Gel.
Polsha turalım. Güllar ben çırak çıkar. Ya. Güller. Beş tane kalına bir kişi özü. Al. Bizim Qo'qon qalasining Namoday Jijolaydes nomer 1 katta. Hasan aka, biz sizni qattiq hurmat qilamiz. Xudoy qalasa. Ya. Assalomu alaykum. Assalomu birodarligimiz, qadrdonimiz, bundan ziyodamiz. Hammalarning uylaridan chempionlar chiqsin. Chempionlar ishini qilmaydi olishsin. Yaxshi ko'rishaylik. Gulsan klubi tashkilotlariga, Erdo'g'an akamga, Rustam akamga, hammalaringga alohida rahmat. Erdo'g'an. Sizlarga alohida rahmat sizlarga. Алматы қаласының Keldi, tarixda. Добрый день, дорогие воды. В первую очередь хочу поздравить Чемкентский клуб с очень хорошей выставкой во главе председателем клуба Тургунова. Русланом, что хочу сказать. В первую очередь рад вас всех видеть, даже вот гостей. С ближнего зарубежья, вот, парни из Барнаула приезжали, вот они говорили, что в Алмате были. Честно говоря, не помню в каком году. Очень рад их видеть. Ну что, в первую очередь желаю всем голубеводам здоровья, в первую очередь здоровья желаю, потому что сейчас очень много болезней. И многие голубеводы, я думаю, что это еще 2 раза больше было людей, многие, наверное, сейчас болеют. Так что хочу поздравить тех, которые с нами. Сам тебе желаю в дальнейшем еще выше поднять клуб. Отқамыздың ағаларымыз бар, Убайдулла деген ағалар. Еңбек сіңірген блогер номер 1, number 1. Ya, unaqa maqtov. Neni aytyapti deydi? Telefonu men ustob. Men sizdan battar tushiraman. Ukam. Toshkentdan tezroq bo'lsa, endi olib kelib, Aziza Padishah orasida Xudo xolasi. Hamma ustozlar shunda, Toshkentga olib kelib, bizlar ham kelsangiz qilsangiz yaxshi bo'ladi. Xudo xolasi. Sizlar ham boringlar mehmon bo'lib. Rahmat hammalarga. Bu aramızda Şaban bilgilerimizde aramızda kalsalım, ha? Şaban bilgilerimizde Qo'qon to'lib ketdi. Şaban bilgilerimizde Bana xonat xavfsiz shug'ullik teg jamoat uchun bilimlar bazarlariga
Келген адамдарына көрбөсүн, ауырмаңдар, сырқамаңдар. Құдай қаласа жылдар осындай үлкен дастарханда, үлкен қызығушылықта бастарыңыз болсын. Амин, Аллах акбар.